Assalomu alaykum aziz obunachilar. Bugungi turkumda Urganch shahri Raycenter buyum bozor yonida 4 qavatli binomizning 4-qavatida 71 metr kvadrat 3 xonali kvartira arzon narxda sotuvga chiqdi. Lokatsiyani hammada Ferrari Oil benzozapravka Raycenter buyum bozor. Zapchas bozorning yo'li bu tomonda Zapchas bozoriga yetiladi obunachilarimiz. Görüşürüz ekan. Yine bu tomondan noturar, yine bu tomonda shu domizda joylashgan ekan obunachilar. Bir podizda birinchi qavatda noturar. Inshaallohdan iborat. Esa Toshkentdan kelib, Ichimoqdan kuzatib o'tsak. Hurmatli mijozlar, kvartirani to'liq tushuntirib o'tsak, 4 qavatli binomiz 4-qavatida 3 xonali 71 metr kvadrat kvartirani sotib chiqdi. Lokatsiyasi Raycenter buyum bozor Avin Oil. Oshxonamiz ko'rsam mumkin. O'nari akvaplastik ramlardan karuj kelsak, pishgan karuj, gazoblok, penoblokdan 100% pishgan karuj plita bilan bostirilgan. Oshxonamizda yana gaz turalarga turibdi, ventilyatsiya joylari ham ochilgan yana. Bemalol demaxotlar ham qo'yilsa bo'ladi. Oshxonam keng tushgan. Bu tomonimiz yana Raycenter buyumlarining yangi asfalt ko'cha Zapchas bozor chiqadigan yo'l desak bo'ladi. Ikkita mehmonxona, bir span desak bo'ladi, ili ikki spanli bir mehmonxona desak ham. Bunda ayollarning xonasi bo'ladi. Mehmonxonasi nariga kattaragi erkaklarning mehmonxonasi desak ham bo'ladi. Yaxshi sifatli tutilgan. Bu domuz 2021-yildan oldi sotdi bu. Shundan beri hali elin turibdi. Birinchi marta 2025-yil ochilishi. Lekin молодец, yechiri kurum bu ma'lum. Azoybina havan tozaligidan ham ma'lum. Son o'zlarimiz ko'rishamiz. Son o'zlarimiz ham keng tushgan. Yine benim 182 metr desak ham bo'ladi. Bu yerda ventilyatsiya joylari bor. Koridorlarimiz ham keng. Birini spanimiz ham yine 120 metrdan 3,5 metrda bostirilgan. Shundan 4 metre 4,5 razmer desak ham bo'ladi bu yerga bo'ladilar. Nechik? Shifaqulukka urasa, o'zingiz taqib berasiz alantiradi. Menimcha toshchasini gap bo'lishi mumkin emas. Benden erkeklarning mehmonxonasi desak bo'ladi, 120 metrdan 2,5 metrga qo'yilgan ekan. Narxini kelishgan holda hozir mulkingiz bilan narxini kelishib qo'yacakmiz. Arzon yurib turgandan ham arzon ekan. Agar tadbirchi olmasa, bemalol foyda qilsa bo'ladi. Obunachilar aytib o'tamiz hozir. O'zi malaka sotaman desa 20, 30, 40, 50 milliondan foydasi bor. Hech qanday muammo joyini olishda bog'liq. Doğrusudan realni, haqiqatdan realni bahonadan realni savdoni qilamiz. Esa telefonla istəmə 88 510 30 nömrə bilan bağlansa 88 601 70 70 aloqa çıxarasınız. Esa like-lana, addı şöyle, patlayış yaptırırsa sağ olun.